Assalomu alaykum qadrdonlar. Ushbu Fatihin Istanbul'un fethettiği yaştasın deb aytilgan 1453-sanada fath qilingan Konstantinopol shahridan islom olami qo'liga o'tib fathni jamiga aylantirgan masjid bir. Ushbu masjidning oti Aya Sofiya. Ruslar Svetoya Sofiya deydi. Ustunlar subhanalloh Rim Konstantinopol imperatorligidan qolgan meroslar. Mana bu taxt shu Konstantina imperatorining taxti bo'lgan ekan. Ya'ni ibodatga kelganda mana shundan foydalangan. Bitamanga mana musulmonlar Allohu akbar so'zini yozgan. Alloh karim Muhammad alayhissalom sallallohu alayhi vasallam nabiy. So'ngra Abu Bakr radhiyallohu anhu yozilgan Siddiqi. Va hamda yonlarda Umar radhiyallohu anhu amiral mu'minin. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Umar radhiyallohu anhu esa amiral mu'minin radhiyallohu anhu bo'lib tanilganlar. Mana ustunlar ham xuddi Quddus ustunlarida ekan. Quddusga borganda Quddus jamisini ustunlar ham xuddi shunday qadimgi edi. Davud alayhissalom o'g'illari ham shahzoda, ham podshoh, ham qushlarni, jonivor, hayvonotlar tilini biluvchi va shamollarni o'zlariga bo'ysunganligi uchun amr qilib har tarafga yurg'izuvchi bo'lgan Sulaymon alayhissalom qurdirgan masjid ham shunday edi, subhanalloh. Ajoyib ustunlarga ega. Mana toshlar hammasi meros, necha yillik, asrlik. Ushbu Aya Sofiya jamisidan sizlarga qisqacha lavhalar bo'lyapti. Video obzor. 1414-asr 53-yilda fath bo'lingan. Ushbu davr bizni rahmatli bobomiz astronavt Mirzo Ulug'bek davrlariga to'g'ri kelar ekan. Mirzo Ulug'bekning shogirdlari bor, so'ngra astronavt Ali Qushchi. Ali Qushchi Abdulatif Mirzonda padarkush bo'lib dadalarini vafot kalalarini olgandan so'ng u kishi achchiq qildilar, xafa bo'ldilar, boshqa qildilar, Samarqandimizni tark etdilar. Ali Qushchi o'zlarining shogirdlari bilan noyob kitoblarini olib ushbu joyga fath huzuriga kelganlar. Fath yoki taklif qilgan Mehmet Fatih Sultan Ali Qushchini hurmat izzat qilib, u kishiga 3 oy berib, ilmlardan foydalanib, ijodlaridan, hamma narsadan bahramand bo'lib, mana shu ilm fan ishlarini shu joyda realizatsiya qilishligini, shu joyda Istanbulda yoyishliklarini davom ettirishligini iltimos qilganlar. Mehmet Fatih Sulton bilan bizning hamshahrimiz Ali Qushchi ko'rishib, bevosita suhbatlashib, majlislar o'tkazganlar. Ushbu mana shu chashma ham shu qadimdan qolgan chashma ekan. Bu chashmaning ichi to'la suv bo'lgan, ko'zadan suv oqib turib, musulmonlar namoz kelganlarida zudlik bilan tarat qilish kerak bo'lsa, tarat qilib olishganlar. Turklar chashma deydi. Biz chashma deganda biz suv kelayotgan buloqchani tushunsak bo'ladi. Buloqcha demak. O'zimiz tilda ham chashma, biz rahmatli Doniyor boboning chashmalari bor edi. Ko'ksultonlarda ustida zilol suv bor edi. Maktab bolalari ham hammasi qoniqib ichardi. Qonib qolib mazza qilib chashmani suv ajoyib muhtasham edi. Demak, bu ham o'sha chashmada. Masjidga kirish ikki tomoniga qo'yilgan ekan. Aya Sofiya masjidining ustida pishakcha ham mazza qilyapti. Moshe qarachi Samarqand ahliga assalom deb qo'ychi. Hey, how are you? Welcome. Merhaba. Kedicik bir baksana, merhaba desene abine. Misafir abin geldi ta oralardan. Har tilda gaplashdik, quloq solmadi. Ya Hirrun, kayfa haluk? Tayyiban jiddan. Asosiy pishiyor. Subhanallah, qarschani bilmaskan pishakcha. Ushbu kirish eshigi va chiqish eshigi ham muhtasham, subhanallah. O'zi ham juda ham ulkan ihtishomli qurilgan ekan. Chashmamizni ikkinchi tomoniga o'tdik. Bemalol tarat qilib ibodat qilgan. Ustunlar ham subhanalloh ustun ekanda qoyim. Mer ko'p yozilibdi mana. 3-Murod Xudovandigor bo'lganlarda Murod Xudovandigor ajoyib insonlar döneminde 1574-1595  1595 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
Helenistik döneme ait yekpare mermerdir. Ana shunday ma'lumot bor ekan. Murodi Xudovandigor Alloh karim rozi bo'lsin, juda ham jangovar pahlavon inson bo'lganlar. U kishining tarixlarini o'qib yaxshi tanishib chiqqanman. Ajoyib muhtasham, jo'mart inson bo'lganliklaridan bir zavqlanib ketganman. Murodi Xudovandigor deydilar. U kishining laqablari Xudovandigor Murod. Ajoyib inson bo'lganlar, subhanalloh. 15-asrda bo'layotgan bo'lsa agar, bu kishi Sulton Sulaymon alayhissalomni bobolari bo'ladimi ajabo? Dadalari esa Yavuz Sulton Salim. Badanlariga qivirchik chiqib, haligi shahid bo'lib vafot etganlar. Ushbu joyda mana lavh qo'yilgan Qur'oni Karim o'qib tilovat qilinadigan joy mazza ekanda. Rahmatli Yavuz Sulton Salim safardan qaytayotganlarida, Misr safaridan qaytayotganlarida menimcha shu yelkalariga, chap yelkalariga bir narsa chiqadi. Hasanjonga aytadilar, shuni qisib yubor, tuzalib ketsin dedilar. Hasanjon buni qismaylik, hukmdorim tabibga ko'rsataylik dedilar. Hasanjon, men nima, senmi, men tabibga ko'rsataman, bir jangovar yigit bo'lsam qisib qo'yar deganlarda, u kishi qismaydilar. Chunki Hasanjonga ham 1-2 kun oldin chiqqanda tabibga ko'rsatgan bo'ladi, tabib esa chorasini ko'radi. So'ngra Yavuz Sulton Salim hammomga kirganlarida hammomchiga aytadilar, shu chap yelkamga bir narsa chiqqan, shuni qisib qo'ysangchi deydilar. Chipqonga o'xshagan narsa bo'lsa kerakda. O'shani keyin hukmdorga, sultonga yo'q demasdan o'sha hammomchi qisib qo'yadi. Qisib qo'ygandan so'ng o'sha chipqoncha tarqalib ketib, keyin 2-3 kundan keyin mazalari qochib shahid bo'lib vafot etadilar. Ana undan keyin u kishining vafotlaridan so'ng qonuniy Sulton Sulaymon taxtga o'tadilar. U kishi Manisada shahzoda bo'lib turgan paytlar chaqiriladilar. Shunaqa gaplar. Mana bu yerdan pishakcha bor ekan mana. Sulton Sulaymonni oxirgi vazir azamlari bo'ladi. U kishi vazir azam degani premyer ministr. O'sha premyer ministrni ismlari nima edi? Ajoyib bo'ladi. Pishakcha kiyib. O'sha kishi haqida ham qisqacha aytmoqchi edim. U kishi ham muhtasham 3 podshohga vazir azamlik qilgan insonda, ya'ni 3 podshohlik davriga bosh vazirlik vazifasini bajarganlar. Bosh vazirlik bu sadrazamlik. Sulton Sulaymondan so'ngra o'g'illari Sulton Salim taxtga o'tirganlarida u kishi bosh vazir bo'lib, ko'p to'g'ri yo'llar ko'rsatib, Sulton Salimga ajoyib yordamlar qilgan bo'ladilar. Ushbu tarixiy maydonni ochiq qoldiribdilar, bo'sh qo'yishibdilar. Bu yerda bir narsa bo'lgan yoki bo'lmasam mazor bo'lganmi? Shu uchunmi yopiq mazorlik uchun qabrni bosish mumkin emas-ku bizga. Shunga yo qabr yo mazor yo bir boshqa narsami? Shu tarixiy bir narsa bo'lsa kerakki, atrofi yopiq. Lekin mozaikadek go'zal qilib qo'yishibdi. Ayo Sofiyan repressiyaga qaradim bo'yna. Ehtishomli Sulton Ahmed jamisi, Alloh rahmat aylasin. Juda ham chiroyli qurganlar Sulton Ahmed. Hukmdor, lekin qisqa umr ko'rganlar. Qisqa umr ko'rgan bo'lsalar ham barakotli, xayrli umr ko'rib, juda zo'r asar qoldirganlar. Shu kunlargacha ahli islomga, butun musofirlarga xizmat qilib ketyapti. Ushbu Sulton Ahmed masjidini qurganlarida masjidga tashrif buyurgan ahli masjidlar masjidga kirganlarida men haqimga 2 og'iz duo qilib qo'yishdan qizg'onmaslar deb yaxshi umidlar qilib qo'yganlar. Bugun qor ko'p yog'di, bir 5-6 marta qor yog'di, 5-6 marta quyosh chiqdi. Bir quyosh chiqadi, go'yoki bahorga o'xshaydi. Orqasidan birdan qor tushadi. Bulut bo'ladi, nakapleniya. Quyosh charaqlab chiqadi, long bo'ladi. Va yana bir pasdan keyin hamma joy bulut, nakapleniya. Provoy qilib beradi, retes bilan short bo'lib ya'ni qor tushganda ham laylaq qor tushadi, impuls bilan tushadi. Subhanalloh, impulsni trendovый понижение bo'ladi. Va yana nakapleniya, va yana пробой уровня long pozitsiya bo'ladi. Impuls bilan yana long bo'ladi.
Go'yoki Bitcoin'da long pozitsiyasi ochilib, targetga urib berib, keyin yana nakapleniya yana bitta ochiladi. Yana quyosh. Anandan keyin yana bulut, yana nakapleniya, so'ngra yana qor. Subhanalloh, shunaqa bo'lib kechgacha quyosh, osmon ochiq, dengizlar hisobsiz kemalar ko'rinyapti, Qora dengiz, Marmara dengizga. Va birpasdan keyin odam torat qilib chiqsa, qish. Namozga kiradi, namozdan chiqsa agar masjiddan yoz, bahor, hamma joy ochiq, quyosh charaqlab chiqyapti. Ajoyib bo'lar ekan, subhanalloh. Ibodatga kirganda qish, namozdan chiqqanda bahor, yozday havo. Aya Sofiya hasbunalloh. Mana bu qadimiy toshlar ham ajoyib. Tarixiy tosh endi qanchadan qancha insonlarga, qanchadan qancha tarixlarga shahid bo'lgan. Subhanalloh, sovuq qara. Son-sanoqsiz insonlarni, hojilarni ko'rgan. Juda ham ko'p tarixlarga shahid bo'lgan. Mana Qur'oni Karimlar ham terlab turibdi, olib o'qingizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولأستاذي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب يا رب العالمين. Ushbu Qur'oni Karim tilovatdan savob hosil bo'lgan bo'lsa, imomlarga, marhamatxonasiga va ushbu ibodatxona fath qilgan Mahmud Fatih Sultonga Fatihin Istanbulni fath etdi, yashtasin. Va shu kungacha bo'lgan barcha xizmat qilgan solih insonlarga, xizmatlar tekin yaxshilarga savoblar, ajr mukofotlar bergan, ruhlarini shodlantirgan. Shu kunlarda ham xizmat qiladiganlarni sog'liklariga sog'lik, yaxshi niyatlariga, maqsadlariga rivoj baror nasib qilgan. Va oxir duolarni alhamdulillahi robbil alamin. Ilohim bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Shunaqa qilib salatul isha Aya Sofiyada o'qildi. Xufton namozi, turkchada yatsi namozi deyir, yatsi namozi qilindi. İşte herkese Türkiye teşrif edince Aya Sofiya mimarlığını, Aya Sofiya ihtişamını izlemelerini sunarım diye hoşça kalın diyorum. Kalın sağlıcakla. Hasbunalloh, odam ko'rib tomosha qilib tuymaydi. Tarix boshqacha ekanda. Tarixiy ruh boshqa narsa. Eng tepasida haligilar ham bor ekan mana. Eng tepasida bir ayolning rasmi bor. Ikki tomonda qanot. Go'yoki bular Maryam onamiz deb chizgan menga. Astag'firulloh. Chap tomonida bir uchiydigan narsaga o'xshaydi, 4 ta qanoti bor. Endi bu tomonni ko'ramiz. Bu tomonda esa o'rtada bir inson borga o'xshaydi va yana 4 ta qanoti bor. O ham inson bo'lgan bo'lsa, musulmonlar keyin o'rtasiga haliga bir yulduzga o'xshagan naqsh qo'yib qo'yishibdilar. O'sha bilan berkitishganlar. Eng tepasida mana shu naqqoshliklar bor, ajoyib naqqoshliklar bor. Endi ko'rinyaptimi yo'qmi? Bu yerda Ali radhiyallohu anhu ismlari bor, keyin Husayn radhiyallohu anhu, Hasan radhiyallohu anhu ism shariflari bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahli baytlari. Shunday qilib mozaikalar, menimcha me'mor Sinan Aya Sofiyani me'morchiligidan olib boshqa jamilarni qurganlar.
ko'p chiroyli ihtishomli jamilar, Salamiya, Sulaymaniya jamilarini me'morchiligiga Aya Sofiyaning hissasi borga o'xshaydi, hissasi bor deb o'ylayman. Chunki Aya Sofiyaning me'morchiligi bu qadimgi kuchli me'morchilikka ega. Me'mor Sinan esa Aya Sofiyani fath qilingan dönamiga to'g'ri kelganlar. Ana shu arxitektura, ana shu me'morchilikka qiziqib, ushbuga zavqlanib, shundan keyin o'zimizni shu kunlargacha xizmat qilayotgan Sulaymaniya, Salamiya va hamda Sulton Ahmed jamilarini va boshqa biz bilgan bilmagan ko'pdan ko'p Turkiyada katta buyuk jami masjidlarini insho qilganlar deb o'ylayman. Kishnam Alloh karim rahmat aylasin, 97 yoshga kirganlar, me'mor Sinan. Ajoyib yoshga kirganlar. Qanchadan Istanbulga suvni kanalni o'sha kishi olib kelganlar va yana o'zlari navbatga turib suv olganlar. Hasbunalloh. Go'yoki Usmon radhiyallohu anhu ham o'zlari quduq sotib olib xayr ehson qildi va hamma aholilar qatoriga navbatga turib quduqdan o'zlarining navbatini kutib suv olardilar. Alloh rozi bo'lsin, bizga ham nasib qilsin ushbu xayr ehsonlarni qilishda, go'zal nasliya meros qoldirishlikda. Kech bo'lishiga qaramasdan turistlar, sayohatchilar uzilmayapti, ketma-ket kelib tomosha qilib qaytishyapti. Pishakchalar turli pishakchi ko'p, lekin atrof Aya Sofiyaning Sulton Ahmed atrofi pishakka to'la, subhanalloh. Hammasi odamni yaxshi ko'radi, yugurib keladi. Go'yoki bir taom umid qilganday. Non bersa qaramaydi, lekin nima ularga gamburger yasab berish kerak endi? Makburgerga borib bitta Big Mac olib kelaman shekilli pishaklar uchun. Mayli, hammaga nasib qilsin, tomosha qilib zavqlanishdi. Hasbunalloh. Tarix eng yuqorida ham oyat karimalar yozilgan ekan gumbazga. Quddusda gumbazda ekan. Quddusda gumbazning ostida turib bo'lmaydi, lekin chunki tosh bor. Rivoyatlarga ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muqaddas qadamlar tekkan tosh. U tomonda esa asl Quddus bor, juda buyuk katta jami, lekin unda gumbaz ko'rmadim. Unda ayvonga o'xshagan ustunlar bor. Hasbunalloh, xayrlisi. Tashqaridan ham bir video obzor qilaman shekilli. Havo go'zal, osmon ochildi. Allohumma barik lana fi Rajab va Sha'ban va ballighna Ramazon. Amin. Sha'ban oyimiz ham oxirgisi yaqinlashyapti. Ramazon sharifga ham sanoqli kunlar qoldi. Hasbunalloh. Yana qayerni ko'rsatsam bo'ladi? Tashqarida ham ko'p ko'rsatiladigan joylari bor, lekin qorong'i. Shuning uchun ichkaridan chiqmay turibman. Endi ruxsatlari bilan chiqaman ortiq. Hammadan ham bolakaylar mazza qilyapti. Jo'jalarimizni olib kelib qo'yaveraylik, mazza qilib aylanishsin. Yayrasin. Quddusda ham shunday edi. Bolakaylar rosa ko'p. Masjid Aqso ichiga yugurib yurardi. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Allohga tavakkal. Robbi shrah li sadri va yassir li amri. Bu tomon ham eshik ekan, bir kirish eshigi. Yuqorida hilolni qo'yib qo'yishibdi.